Dada mashinangizni sotsa necha pulga ketadi? $30,000 ketadi o'g'lim. Bir urib 3,000 ga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Ha zarar ko'rganda sen meni qo'lga o'ran qilasan bir. Evet, kitabre. O'la qo'rqitording-a. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudo chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'z zarar ko'rganda jo'jaligi nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar ko'rganda jonimdan jah to'ydirdi. O'zizga qo'ysa necha pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q ekan, middan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimiz. Dada meni to'kurdi. Ha zarar ko'rganda yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'razingiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar ko'rganda. Yo'qol.